Assalomu alaykum, hörmətli televizor köykülər. Siyaset meydanı söhbət proqramımıza xoş gəldinlər. Mən bugünkü proqram riyasətçisi Abdurrahman Öztürk. Bugünkü söhbət proqramımızda Dünya Uyğur Qurultayı Tədqiqat Mərkəzinin reisi Ümit Agay əfəndi bilan ötküzgən söhbətimiz diqqətinizdə buludu. Hörmətlik Ümit əfəndim, yaxşımısınız? Yaxşımısınız. Aldı bilan televizor köykülərimizə özünüzü qısqaca bir tanışdırıb ötən bolsanız. Boludu. Mən Ümit Hamid boluman. Burun Şinjan Şərq Türkistandakı Şərq Türkistan Pedagog Universitetində oxugan. 90-cı ildə tügütüb oxutuculuqni Ürümçi şəhərlik 5-ci orta məktəbdə oxutucu bolğan 94-cü ilgacha. 94-cü ildən başlap Germaniyada yaşayatımız. Kelgenden beri başka vatandaşlarga oxşaş Şərq Türkistanның müstəqillik davası üçün özümüz qoşalığan tökünü qoşup təşkilatlarda xizmət edib yaşap kelyapmiz başka vatandaşlardan billə. Yaqında içilgan Dünya Uyğur Qurultayı'nınki Amerikadakı yığınında Dünya Uyğur Qurultayı Tədqiqat Mərkəzinin rəisi bo'lib saylandım. İnşallah bu vəzifəni ödəsin çıxaramiz. Rəhmət. Şu televizor köykülərimizə şu Dünya Uyğur Qurultayı Tədqiqat Mərkəzi haqqında azraq məlumatlar bəyan bolsanız, yəni bu qaysı xildəki fəaliyyətlərini qilishni planlayapsızlar və qilyapsızlar? Boldu. Dünya Uyğur Qurultayı Tədqiqat Mərkəzi əslində nəyti çoğ miqyasdakı bir söz və ufqumni öz içiga alıdı. Bunun tərkibində bək köp insan yox, amma 18-20 yaqin çoğ ziyolilardan tərkib tapqan. Qılmaqçı bo'lgan birmuncha proyektlarimiz var. Ba'zilarini ochiq izhor qilinmaydi. Amma ko'pinchisi Sharq Turkiston davosining strategijilik mangdigan bundan keyingi yo'llari haqida belgilik tadqiqotlarni ilib berish, Sharq Turkistondagi vaziyatni tadqiq qilish, Sharq Turkistondagi vaziyatning chet elga bo'lgan ta'siri va chet eldagi mutaxassislarning Cungo'nun ichki siyosatiga va Uyg'urlarning mustaqil harakatiga bo'lgan bahsi va uning ilib borayotgan tadqiqotlarini ham o'rganish ham tadqiq qilish, Sharq Turkiston davosini ilmiy bir usulda Dünya Uyghur Qurultayı vasitasi orqali shu yerdagi rahbarlarning vasitasi orqali dunyoga to'ntishda shu rahbarlarni belgilik xabarlar bilan, uchurlar bilan, hukmlar bilan ta'minlash, Uyg'urlarning Xitoy hozirgacha imkoniyat bermagan Uyg'urlarning tarixi, o'zining madaniy, iqtisodiy va tarix haqidagi ba'zi tadqiqot qilishga tegishli bilimlarni chet elda besilib yotgan bo'lsa, shularni qo'llab chiqib shularni tadqiq qilish, o'zimizning xalqiga uqtirish va Sharq Turkistondagi ziyolilarga chet elda bo'lgan tadqiqotlarning natijalarini bildirish va shu ziyolilar orqali yaqindan tamanno qurib Sharq Turkiston yaşayotgan xalqning siyosiy vaziyatlarim emas, ularning tarixi va o'zining madaniy burunqi kechirmishini va hozirgi ahvolini dunyo xalqiga to'ntirish qatorli xizmatlarni olib boramiz. Ümit əfəndim, yəni bizning yaqindan yəni radiolardan yo xəbər tepişimizcə sizning başçılığınızda bir ömək Vengriyaga berib ma'lum bir fəaliyyətlərni ilib bağlılığınızdan xəbər tapdıq. Yani bu faaliyetler, qandaq faaliyetlerdi, yani bu haqda bir qısqacha bir məlumat bergan bolsanız. Buludu. Vengerlar bilan, Vengriya xalqi bilan yaqin munosabatga o'rnatganimizga 4 yildek bo'lib qoldi. Buning Yevropa Uyg'ur tadqiqot markazi deb shu vaqtida bu munosabatni boshlagan va az Dünya Uyg'ur Qurultayı bu munosabatni ustiga oldi. Biz asan qilayotgan munosabatimiz Vengriyadagi xalq bilan va ommaviy tashkilotlar bilan yaqin munosabat olib boramiz. Hukumat bilan bo'lgan munosabatni Dünya Uyg'ur Qurultayining oldingi rahbarlari ular olib beradi. Endi Vengerlar o'zininki burunqi ko'kini, o'zining yildizini Uyg'urlar bilan bir deb o'ylaydigan bir millat. Va bizning tariximizni Turg'un Almas afandining yozgan kitoblarida yozilgan Uyg'urlarning qisqa tarixi, Vollar tarixi degan kitoblarda ba'zan aks ettirilgan va buningdan boshqa kitoblarda yozilgan Uyg'urlarning onlar bilan bir qandaşlıq beg'inin bağlıq haqqida. Uyg'ur xalqiga bo'lsa, buni tadqiq qilish imkoniyati bo'lmagan Sharq Turkistonda. Chunki Xitoy buningga faqat yo'l qo'ymagan. Xitoy Uyg'urlarning tarixini imkoniyat bor
1500 yil 2000 yil ichida to'sab qilib bundan kengaytib o'tishni istamaydi. Chunki Xitoy o'zining 5000 yillik tarixi bor deb madaniyatli millat deb dunyoga to'ntishni yaxshi ko'rganligi uchun o'zidan eshib ketadigan bir millatning o'tirdan chiqib kelishini xohlamaydi albatta. Shuningdek bizning tadqiqotchilarimiz va ziyolilarimizga bu fursat yaxshi bu imkoniyat berilmagan hozirgacha. Biz endi chet elda nima bo'lsa hozir hur yashayotgandiki bu Xitoyning bisimiga uchirmagan holatda yashayotgan ekan. Bu shu munosabatni bo'lsin bir kuchaytiraylik, shuni bir tadqiq qilib deb bu ishlar bilan shug'ullanyapmiz. Hozir qadar 20 qitim 30 qitim berib keldik. Nayt qiziqarli narsalarni bayqadik. Haqiqatan biz Uyg'urlarning avlodi deb xulos chiqadi. Vengerlar o'zi tadqiq qilish orqali o'zi Sharq Turkistonga berib, kuzatish, qidirib tekshirish, hatta maxfiy berib kelib, xulos chiqish orqali biz Uyg'urlar bilan yaqindan beg'imiz bor va biz Uyg'urlarning avlodi degan xulosani chiqadi. Bo'libmi 2006-yili 1-oyda biz burunqi Vengriyaning territoriyasi bo'lgan Karpat tog' tizimlari, ya'ni Germaniya Zimburgada 7 qal'a degan yerda hozir Ruminiyaning tabiatiga ichida. Birinchi dunyo urushidan keyin Ruminiyaga berilib o'tilgan yer ekan, asli Vengriyaga tabi. U yerda bizning bilishimizcha va o'qib egallashimizcha burun Xotan Udun davlati tarafidan ko'chib kelgan shu yerdagi bizning qondoshlarimiz yashaydi ekan. Ularning ismi turg'un olmasin kitobi yozgandek Changoklar ve Sakula deganlar shu yerda yashaydi ekan. Ularmi o'zini biz shu yoqdan burun kelgan deb hisoblaydi ekan. Albatta til jihatdagi ba'zan o'xshashliklarmi bor ekan, nurg'un so'zlar o'xshaydi ekan. İnsanlarninki chiroylari qarasangiz, noyat Uyg'urlar o'xshaydigan insonlar bek ko'p bor ekan. Bo'libmi chiroylari suzuk, noyatliqi bo'libmi burunqi yarkan, xotanning insonlar o'xshaydigan noyat chiroyli insonlar yashaydi ekan. Nayt bağırını keng içip bizni qabul qildi, hatta yig'lab turib, bizning qarindoshlarimiz, qondoshlarimiz deb qabul qildi. Bizning ama ularga taqdim qilaligidek bir cho'ng qo'limizda bir tadqiqot natijalarimiz yoki bir imkoniyatlarimiz hozirgacha bo'lmadi. Chunki shaxsan men o'zim bir bu kasbning ahliya mutaxassisi emasman. Uning boshqa Sharq Turkistonda Xitoy buning yo'l qo'ymaganligi uchun biz ularga haqiqatan bizning tadqiqotlarimizda boshindaq bir narsalar bor edi, mana deb oldiga tashlanmadik. Ammo bularning mutaxassislarına ait ko'p keng darajada tadqiqot ip berib o'tibdi. Shunlashqa bizni har yerda o'xshash bo'lmagan faoliyatlarga chaqiryotdi, ommaviy faoliyatlarga, hatto siyosiy faoliyatlarga. Yaqinqi 5-iyul qanliq voqeada Vengriya xalqi biz hech qanday o'zimiz munosabat qilmadik, o'zligidan tashkillanib 3 qitim cho'ng bir turkum Budapeshtda bir cho'ng namoyish qilibdi. 400 inson, undan boshqa kichik ya'ni 2 qitim o'ziga namoyish qilib Xitoy hukumatiga qarshi namoyish tashkillabdi. Her yılda bir küçük bir kurultay açıdı, 2 yılda bir çoğun kurultay açıdı. Bu hammasi ommaviy tashkilotlar qilib, buningga 40-50 mingdan 600 ming, 700 minggacha insonlar keladi, o'xshash bo'lmagan darajada. Bu yerda Uyg'urlarni o'zaro to'ntish bu Vengriya xalqiga va Uyg'urlarning madaniyatini o'zaro to'ntishni bu ikki millatningki burunqi qon beg'ini yana bir qitim qo'llab chiqib, yaxshi munosabat o'rnatishni nihoyatda muhim bir fursat deb o'ylab har yil beryapmiz. Undan boshqa Vengriya bo'lsa hozir Yevropa o'rtaq gavdasining ichidagi muhim bo'lgan davlatning birisi. Ruminiya ham shuning ichiga kirdi. Demak, Vengriya xalqi bilan va hukumatlar bilan munosabatni yaxshi qila olishimiz, ularning bizni qo'llashi Yevropaning ichidagi bizning Uyg'urlarning mustaqillik davosini, ya'ni texnik yaxshi to'nishimizda bir yaxshi bir turtki bo'ladi, yaxshi bir o'rin hozirlab beradi deb o'ylaymiz. İnşallah davam qilib. Bu yani Vengerlar, yani bizning tilimizda O'llar bo'lib hisoblanadi. Yani bularningki hozir siz deb o'tgandek til, madaniyat jihatdan yani bir kichik misollarni keltirib bergan bo'lsin, qanday bir o'xshashliklar bor ekan? O'xshashliklar nihoyat ko'p ekan. Masalan, bo'libmi muzik jihatdan muzikningki ritmi, nima deymiz, muzikning ohanglari, ya'ni mening oddiy tilim bilan aytgan vaqtimda nihoyat o'xshaydi ekan Uyg'urlarga. Hatto ba'zan dehqonlarningki katman ko'tarib, gujak ko'tarib qildigan bir usullari va o harakatlari bilan Uyg'urlar o'xshaydi. Hatto naqashlik, o'ymichilik san'atlari intayin o'xshaydi ekan. So'zlar masalan kichikni kichik deydi ekan ular, paltini balta deydi ekan, ata degan atyo deydi ekan, ana degan anyo deydi ekan, soqolni soqol deydi ekan, vazirni vazir deydi ekan. Mesela küçük balını təvrdiləğən bölüşükünü ulanmı bölüşük deydiken. Aşına oxşaş, ben əşədə burun oxuyan bir vətəndaşımız vardı. Şunundan sonra qancılıq oxşaydıqan sözünü sən bayqanasam 2400 tane söz var ki. Bu az bir miqdar emas. Ondan başqa qrammatik icadım oxşaşına ayeti köpkən. Ondan başqa
ahangdaş ve ma'nodaş so'zlar intayin ko'p. Faqat belgilik bo'g'imlarla o'zgarib ketgan. Albatta, minglarcha yillardan beri har ikki yil millatning tilida cho'ng o'zgarishlar bo'ladi. Bizning nihoyat ko'p bo'lgan bo'lishi mumkin. Ularninki mutaxassislarcha intayin ko'p so'zlar o'xshash dedi. Albatta, uning ham kasb ehli bo'lmaganligi uchun ularga men yaxshi javob beraman, ammo bizning kasb ehlilarimiz bilan munosabat qilyotdi. Amerikada yashayotgan ba'zan olimlarimiz bilan, Yevropadagi ba'zan tarixshunos, turkolog, tilshunos mutaxassisimiz bilan munosabatlarni o'rlashtirib qo'ydik. Nihoyat yaxshi munosabat ib beradi. O'xshashlik intayin ko'p. Mehmon do'stligi, uylarni saramjonlashtirishi, yostiq taki, kichik ilqi nima deymiz, üzüm barangları, almaları, meyvelerini tatib o'xshaydi katta. Shuni ta'mlarini tatdi. Bizning ashadagi vatandagi limon o'xshash meyvelardan boshqa davlat ko'mak ash Vengriyada borki. Uylarni peshavollik uylarni qilib, nihoyat ko'p o'xshaydi ekan. Ümit efendim bu yani onlar yani Uygurlarga siyaset cihetten yani mesela qaysi cihetlerden bir yerden beradigan yoki ommaviy tashkilotlar sizlarga bir ma'lum bir shapilarni beryaptimi? Albatta, ommaviy tashkilotlarning ichida ular faqat ommaviy tashkilotlar emas, bularning ichidagi insonlar Vengriyadagi o'xshash bo'lmagan partiyalarda ba'zilari nihoyat aktiv rol o'ynayotgan, ba'zilari shu partiyaning boshliqlari, oldingi o'rindagi insonlar bor. Ularning nihoyat berayotgan cho'ng va'dalari bor. Masalan, berayotgan bir qancha va'dalarni agar biz taqdish qilib Vengriya hukumatida biz davlatning boshqarish huquqiga ega qolsak, 100 minglarcha Uyg'urlarni akirib biz Vengriyada yashashinglarga imkoniyat yaratib beramiz dedi. Biz dedik, biz hech qanday Sharq Turkistonning hech bir xalqi o'zining vatanini tashlab boshqa yerda yashashni xohlamaydi. Biz ashad o'rib yashasak yaxshi desak, u yerda nihoyat ezilib yetibdilar, Xitoylarni bek ezib yetibdi. Bo'lmagan chaqda har yili bir qancha minglagan Uyg'ur yoshlarni o'smir bolalarni tortib, yoshlargacha bo'lgan bolalarni ilib Vengriyada davlat o'zi pul chiqarib, Vengriyada o'qitishga so'z beryapti. Ashta biz cho'qim shuni qilamiz. Uyg'urlarni akilib, bizni yerlashtirib, mashayda yaşaysizlar, biz bilan birga yaşanglar, yerimiz keng munbat o deb bu va'dalarni beryapti. Burunni tortib azustima har yili bir qancha tane Uyg'ur o'quvchilarni o'qitib kelgan, o'zi pul berib to'layotgan. Bu nihoyat az bir son. Ammo bizning hozir qilayotgan munosabatimiz, hozirgi bizning qilayotgan yaxshi munosabatlik bu insonlarimiz kelgusi taq chiqib qolsa, bular texnik yaxshi imkoniyatlarni yaratib bermoqchi. Yaqinda qaramiz, endi Yevropa parlamentida bo'lsa, bizning raisimiz ve qatarlıq rəhbərlərimizni xeyli kuch chiqarib Yevropa parlamentidagi ba'zan yig'inlarning o'rinlashtirilishiga, u yerdagi ba'zan konferensiyalarning ichilishiga yaqinda yordam qildi va buningda kim yordam qildi deb o'ylaymiz. Tədqiqat mərkəzi əslində nəhayət çoğ miqyasdakı bir söz və uqumni öz içigə alır. Bunun tərkibində bək köp insan yox, amma 18-20 yaxın çoğ ziyolilardan tərkib tapqan. Qılmaqçı bo'lgan bir muncha proyektlarimiz var. Bəzilərini ochiq izhar qılınmaydı. Amma köpüncüsü Şərqi Türkistan davasının stratejilik mangdigan bunun keyinki yo'llari haqida belgilik tədqiqatlarni ilib berish. Ümit Hamid bo'limi. Burun Şinjan Şərq Türkistandagi Şərq Türkistan Pedagog Universitetida o'qigan. 90-yilda tugatib o'qituvchilikni Urumchi shaharlik 5-o'rta maktabda o'qituvchi bo'lgan 94-yilgacha. 94-yildan boshlab Germaniyada yashayapmiz. Kelgandan beri boshqa vatandoshlarga o'xshash Şərq Türkistanning mustaqillik da'vosi uchun o'zimiz qo'shadigan to'kpini qo'shib teşkilatlarda hizmet edip Assalamu alaykum hörmətli televizor köykçülər. Siyaset meydanı söhbət proqramımıza xoş gəldinlər. Mən bugünkü proqram riyasətçisi Abdurrahman Öztürk. Bugünkü söhbət proqramımızda Dünya Uyghur Qurultayı Tədqiqat Mərkəzinin reisi Ümit Agay əfəndi bilan ötküzgən söhbətimiz diqqətinizdə buludu.
Hürmetlik Ümit efendim, yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Aldı bilen televizor ko'yuvchilarimizga o'zingizni qisqacha bir tanishtirib o'tgan bo'lsangiz. Bo'ladi. Men yashab kelyapmiz boshqa vatandoshlardan bilan yaqinda ichilgan Dünya Uyg'ur qurultayinki Amerikadagi yig'inida Dünya Uyg'ur qurultayi tadqiqot markazining raisi bo'lib saylandim. Inshaalloh bu vazifani üstün chiqaramiz. Rahmat. Mushu televizor ko'ruvchilarimizga mushu Dunyo Uyg'ur qurultayi tadqiqot markazi haqida ozroq ma'lumotlar bergan bo'lsangiz, ya'ni bu qaysi xildagi faoliyatlarni qilishni planlayapsizlar va qilyapsizlar? Bo'ldi. Dünya Uyg'ur qurultayi